O'zbekistonda o'qituvchilarning 20 million maosh olayotgani. Bu iboralar sizni ham hayron qoldirdi. To'g'rimi? Ammo bu real haqiqat. Bugun mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan ayrim o'qituvchilar 2000 dollargacha oylik olayotganini barcha ham bilmasa kerak. Bugun aynan shunday o'qituvchilardan intervyu oldik va ularning muvaffaqiyat sirlarini o'rgandik. Bilasizki, masalan 20 million oylik hamma ham ola olmaydi. O'qituvchilarning o'zi zimmasida turgan har xil vazifalari bor. Oldinlari masalan men ham 4 million 5 million oylikka ishlardim. Hozirgi kunda masalan IELTS xalqaro sertifikatlariga ega bo'lganingizdan keyin 50% ustama olishni boshlaysiz. O'tgan yili attestatsiyadan o'tganim uchun, muvaffaqiyatli o'tganim uchun unga 70% ustama hamda men o'qituvchilarga mentor o'qituvchi bo'lganim uchun ham 20% ustama olaman. Shuningdek, o'quvchilarim olimpiadada qatnashgani uchun, har xil konkurslarda qatnashib, o'rinlar egallagani uchun maktab direktor jamg'armasidan ham ustama olaman va hozirgi kunda masalan meni ustamalarim 150% dan oshiq va shu asosida men oyligim ham oshib boradi. Agar har bir o'qituvchi o'zini ustida ishlasa, qiziqsa, menimcha har bitta ustoz shunday oylik olishga erisha oladi. Ustozlarga taklifim shu bo'lardiki, o'zlarining ustida ishlashsin. Chunki masalan til o'rgatish, bizning vazifamiz til o'rgatish o'quvchilarga. Til hech qachon bitta joyda turib qolmaydi. O'quvchilarning ham qiziqishlari hozir masalan juda ham har xil. Shuning uchun o'qituvchi doimo o'z ustida ishlab borish kerak. Agar o'qituvchi o'zini ustida ishlasa, u yana ham yuqori pog'onalarga erishadi va o'quvchilarni ham qiziqtira oladi. Shu asosida masalan turli xil konkurslarga, xalqaro konkurslar ham bor. Hozir mahalliy konkurslarimiz bor. Shu konkurslarda qatnashib turib ham pulli yutuqlarga erishishlari mumkin yoki har xil rag'batlarga erishishlari mumkin. Mana attestatsiyadan o'tgan o'qituvchilar, masalan yuqori ball, 90 balldan yuqori olgan o'qituvchilar bu yil o'qituvchisi tanloviga qatnashishlari mumkin yoki keyingi yilda masalan vazir jamg'armasi konkurslariga ham qatnashib vazir ustamasini olishlari mumkin yoki yil o'qituvchisida masalan menimcha 3 xonali kvartira qo'yilgan, birinchi o'rinni olgan ustozga 3 xonali kvartira ham taqdim etiladi degan ma'lumotlar bor. Hozirgi kunda 20 million oylik olaman va bunda prezidentimizning bizga yaratib berayotgan imkoniyatlari juda katta. Chunki masalan oldin biz faqatgina oylikka ishlagan bo'lsak, hozirgi kundagi yangi qarorlar asosida biz turli xil sertifikatlar va turli xil ustamalarga erishib oyligimizni o'zimiz oshirib borishimiz mumkin va bunga hech qanaqa masalan cheklov yo'q. Hozirgi kunda masalan faqatgina xorijiy til o'qituvchilari emas, balki boshqa fan o'qituvchilari ham, masalan o'zbek tili o'qituvchilari, tarix o'qituvchilari ham 20 millioncha oylik olishyapti. Bizning maktabimizda o'zbek tili o'qituvchimiz 70% va 50% ustamaga egalar. Shuningdek, ular ham mentor o'qituvchi bo'lib ishlaydilar. Uning uchun ham 20% ustama to'lanadi. Va tarix o'qituvchimiz, ular vazir jamg'armasi ustamasiga ega bo'lganlar har oyda 5 milliondan oshiq masalan ustama olib boradilar. Va ular ham hozirgi kunda masalan man qatori 20 million oylik olib kelyaptilar. Bu yutuqqa erishish uchun ko'p tajriba, bilim va mehnat kerak bo'ladi. 20 yildan beri ingliz tili o'qituvchi sifatida faoliyat olib boraman. So'nggi yillarda davlatimizda olib borilayotgan islohotlar biz o'qituvchilarga juda ham katta imkoniyatlar yaratib berdi. Avvallari 3-5 million oylikda ishlab yurgan paytlarimiz ham bo'lgan. Xuddi mana shuncha dars o'tadim. Lekin hozirgi kunda agar o'z ustingizda ishlasangiz, 20 milliondan oshiq oylikka erishish bu mumkin bo'lgan narsa bo'lib qoldi biz uchun, o'qituvchilar uchun. Xalqaro xorijiy til bilish ko'nikmalarini aniqlash sertifikatlariga ega o'qituvchilarga 50% gacha ustama belgilangan. Bundan tashqari attestatsiya imtihonlaridan 86 va undan yuqori ball olgan o'qituvchilarga 70% ustamalar belgilangan va shu kabi qo'shimcha ustamalar hisobida bugungi kunda 20 milliondan oshiq oylik olish mumkin. Shuningdek, o'qituvchi faqatgina o'z bilimini oshirish bilan emas, o'sha bilimini o'quvchilarga bera olish eng asosiy vazifasidir.
Va albatta bunga e'tibor qilgan holda darslarimiz samarali o'tishiga harakat qilaman. O'quvchilarimni ko'proq interaktiv darslar o'tishga harakat qilaman. Ularni til ko'nikmalarini rivojlantirish uchun. Bizda bilasiz, o'quvchilar o'rganadi, lekin ularni kommunikativ ko'nikmalari uncha rivojlanmay qoladi. Chunki ular nazariy bilimlarni yaxshi olib o'rgangan va kommunikativ bilimlariga ko'p urg'u berilmagan holda o'qitilar edi. Hozirgi kunda ko'proq biz kommunikativ ko'nikmalarni oshirishga ko'proq urg'u beramiz. Yanayam mana shu 20 million oylik olishimizda o'quvchilarimizni natijalari ham katta rol o'ynaydi. Chunki ular olimpiadaga qatnashib natijalar erishib kelishi, boshqa xalqaro olimpiadalarga qatnashib o'rinlar olib kelishida albatta maktab hisobidan, direktor jamg'armasidan ustamalar belgilanadi. Bu narsa ham bir oyligimizga yanayam qo'shimcha oylik olishga imkoniyatini beradi. O'qituvchi sifatida o'z bilimingizni oshirib va bilimingizni bolalarga yaxshi berib, natija bolalardan, o'quvchilardan natija olsangiz, albatta 20 milliondan ko'proq oylik olish imkoniyati bor har bir o'qituvchi uchun.